Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana yana sizlar bilan Avtoradar detektor kanali. Xullas do'stlar, bugun biz Silverstone kompaniyasidan Sochi Pro modeli bilan oddiy qo'limizdagi 7700S modelini Cardon M radariga oldi tarafidan sinab ko'rsatamiz. Orqasidan ololmaydi. Oldidan qaysi bir uzoqroq masofadan olishini ko'rsatib beramiz. Chunki kuchliroq detektor sal uzoqroq masofadan olib berish kerak, buni yaxshi bilasizlar. Biz hozirgi kungacha Silverstone kompaniyasini detektorlarini, lojinlarini, pamexlarini ko'rsatib berib yomonlaganimiz yo'q. Ba'zi birovlarning videosini ko'rib qoldim. 8800S Wi-Fi Black modelimiz bor. O'shani traster rejimiga qo'yib olib, mana lojni va yurolmayapmiz, umuman shovqin ko'p degan videosini ko'rdik. Avvalambor birinchi o'rinda traster rejimiga qo'yib shaharni aylanib, men ham bilaman qo'yib berishdi, traster rejimiga qo'yib olib lojinlarni ko'rsatib berishni bilaman, lekin biz unaqa qilganimiz yo'q. Biz faqat maqsad radarlarga boryapmiz. Traster rejimiga qo'yib olib, nima uchun traster rejimiga qo'yib olib boryapmiz? Sababi uzoqroq masofadan olib bersin degan maqsadda traster rejimida sinayapmiz. Biz traster rejimiga qo'yib olib shahar ichini aylanganimiz yo'q hali. Lojlarni ko'rsatib berganimiz yo'q. Lojnisiz detektori o'zi yo'q. Buni hamma biladi. Neonline detektorlarida tem bo'lib bunga qaraganda lojni kam. Men buni hali isbotlab beraman, vaqti keladi. Juda kam. Bu detektorlarga qaraganda yurolmaysizlar umuman bor-ku. Agar men lojnisini ko'rsatib bersam buni. Shturishda ham trasada yurolmaysizlar. Hali men ko'rsatib berganim yo'q. Men radarlarga boryapman. Traster rejimiga qo'yib olib, uzoqroqdan olsin degan maqsadda. Bu yerda maqsad bor. Uzoqroqdan olsin shu detektorni ko'rsatib beryapti, lekin videolarimni ko'ryapsizlar, ololmayapti. Kelinglar, mana qo'llaringda bitta 7700S modeli bor-ku. Bilmadim, men suvga chiqib qolganmisizlar uni, birak. Bilaman uni yaxshi ishlamasligini. Mayli, o'sha yaxshi ishlamasa ham kelib turib o'zlaring uchun ko'ringlar. Ikkalasini sinab ko'ringlar. Keyin o kaskadga boringlar, ana mega kam, mana Atom Is deysizlar-ku, Atom Is. O'sha Atom Isga boringlar. Atom Is radarini o'zi bilasizlarmi, qanaqa bo'lishini? Kaskadmas, u kaskadmas degan gaplarni eshitdim. Kaskad radari qayerdan kelib chiqqanini bilasizmi, do'stim? Kaskad radari, bilmasangiz bilib oling, Ukraina davlatidan kelib chiqqan. Asli kelib chiqishi birinchi. Hozir endi hamma davlatlarda ishlab chiqarilyapti. Atom radari. Atom radari emas, Atom Is radari bor. Toshkentda yo'q u ham. Faqat Perevalda bor. Men Perevalda videolarini qilganman. Men hozir sizga ko'rsatib beraman o'shani. Tak. Mana topdi. Men sizga hozir ko'rsatib beraman, qaranglar. Mana qaranglar. Quyoshda ko'rinadimi ekan? Xullas, kamerani olaman, ha. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana ko'rdilaringmi? Mana bu Atom Is radari bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi tumshug'ini? Tumshug'i bo'rtib chiqqan bu yoqqa, xuddi durbinga o'xshab. O'zbekistonga kirib keldi. Bu Atom Is radari O'zbekistonda nima nom berdi? Ko'ryapsizlarmi? Xiralashib ketdi. Alfa deb nom berdi O'zbekistonda. Mana shu kanalimda turibdi, kirib ko'rishlaring mumkin o'sha videoni. Ko'rdilaringizmi? Atom radari qanaqa bo'lar ekan? Kaskad radari qanaqa? Kaskadni o'zingizdan o'rganib olsangiz bo'ladi. Internetga yozsangiz kaskad radari chiqib keladi, har xil. Ma'lumotni o'rganib olasiz bemalol. Endi juda ko'p gapirib yordik. Endi testimizni boshlaymiz. Qani bo'lmasam ketdik. Mana bo'lmasam qaranglar. Меню настроек. Sizlarga ko'rsatib berayin. Перезагрузка устройства. Возврат к заводским установкам. Ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. Ko'rdilaring, перезагрузка bo'ldi. Zavodskiy установкаga tushdi. Endi qaranglar, nimani o'chiramiz bu yerdan? Язык. Голос. Hikvision. Лачин. Авто. Кардон. Скат. Megacam. Cardon. Yoningga turibdi, ko'ryapsizlarmi? Megacam. Ya. Cardon M. Mana yoniq turibdi, ko'ryapsizlarmi? Мега. Hozir bu joydan Анимация. Чувствительность. Чувствительность. Индикатор. Яркость. Выбор. Включ. Смарт. Выбор. Формат времени. Автовыключение. Застав.
Отключение радарной части ниже скорости. Ana shuni ham o'chirib qo'yin. Sekinroq yurib qolsak, ovoz chiqmay qolmasin, o'chirib qo'ydik. Saqlan qilamiz. GPS активно. Endi qaranglar. Низкая яркий. Yarkiga qo'yamiz. Режим трасса. Ko'rdilaringmi? Trassa rejimiga qo'ydik. Biz nima uchun trassa rejimiga qo'yapmiz? Maqsadimiz uzoqroqdan olsin o'sha radari degan maqsadda qo'yapmiz biz trassa rejimiga. Lojnisini ko'rsatib berish uchun emas. Ahamiyat berasizlar. Qani? Ketdik. Oldimizda Cardon M radariga boramiz. Keyin 7700 esda kelamiz. Qani? Kuchini ko'ramiz. Qani? Sochi Pro Cardon M radariga oldi tarafidan boryapmiz. Ba'zi orqalarga ogohlantirish kerak. Keyin qancha masofadan olganini hisoblaymiz. Yaqinroq boramiz. Kamera на 60. Bo'lmay qolmasin. Ogohlantirdi ba'zi orqali. 200. 200 metr. Ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Deteksiya yo'q. Seryozni yo'q deteksiya. Men hozir isbotlab beraman sizlarga. 77 da kelishimiz ham o'zi shart bo'lmay qoldi mana. Ko'ryapsizlarmi? Yo'q-da. Xullas yo'q. Qaranglar. Oddiy 7700S bu. Qaranglar. Ishlamayapti deb o'ylayapsizlarmi? Qarab turinglar hozir. 7700 oldik. Mana oddiy 7700S mana. Saytda turgan proshivkasida. Ko'rdilaringmi? Ko'rdilaringmi? Savol javoblar bormi? 77 da yurib kelmoqchi edim, to'g'risi. Yurib kelishga hojat qolmadi, bori. Bu nega olmadi? Olish kerak edi, lekin nega olmadi? Oxirgi proshivkasida turibdi. GPS активно. Nega ko'rmadi bu? Ha, juda qiziqarli bo'layapti-da. Juda ham qiziqarli bor-ku. Nega olmadi bu? Меню настроек. To'xtanglarchi. Гул тест. Диапазон К. Хиквиш. Лачин. Автокод. Cardon M. Мегака. Ска. Лазер. Texigorod qo'shilgan turgan ekan. Qani Texigorod? Mana qarang, Texigorod qo'shilgan qolgan ekan. Ko'ryapsizlarmi? Ha, Texigorod qo'shilgan qolgan ekan. O'chib qoldi-da. Меню на. Гул. Ска. Mana Texigorod qo'shilgan qolgan ekan. Qani buni Выключено. o'chirdik. Qani saqlanib qilaylikchi? O'chirdik. Qani? Yo, umuman ko'rmayapti. Mana. Bo'ldi. Yo, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, mana. Texigorodni qo'shib kelamiz. Qaytadan kelamiz, do'stlar. Kuzatamiz. Hozir qaytib kelyapmiz. Texigorodni o'chirib qo'ydik, ko'rdilaring. Bu Texigorod nima aloqasi bor ekan bunga? Cardon M nastroykadan qo'shilgan turibdi-ku. Cardon M qo'shilgan turganidan keyin buni olish kerak-ku. Nega buni Texigorodga tiqib yuborgan to'lqinini? Cardon M'mi? Bu noto'g'ri. Buni to'g'irlash kerak. Albatta to'g'irlash kerak buni. Qani kuzatamiz. Mana endi olish kerak. Texigorodni o'chirib qo'ydik. Kuzatamiz. Qani qancha masofadan olar ekan kuzatamiz endi. Chaproq yuramiz. Imkoniyat beramiz detektorga. Cardon M'ga sal yaqinroq yuramiz. Qaranglar, 24.23 bo'lib ketdi chastota. Камера на 60. Bu K diapazonda nimanidir ushladi. Lekin nomini aytgani yo'q hali. 200. Hayır, chastotada nimanidir ushlayapti. Yo'q, Cardon M'mi? Yo'q, K diapazon ushlayapti. Cardon M endi yozuvi chiqdi. Endi mana 24
14.15 bo'ldi. Kardonimiz to'g'rida turibdi. Ko'rdilaringmi? Qanaqa ishlayapti bu? To'lqin deb ko'ryaptimi bu? Mana endi 24.15 K. Buni ham K diapazonda ishlayapti. Xullas shunaqada. Mana endi oddiy 77 da kelamiz. Ketdik 77.0 da kelamiz. Mana do'stlar, 77.0S oddiysini uladik. Xullas. Prashivkasini ko'rsatib beray, testoviy prashivka deb o'ylamasin. Hozir ko'rasizlar. Ko'rdilaringmi? Ko'rdilaring? Sputniki найдены. Saytida turgan prashivkasi. Ko'rdilaring, ha? Kadrni uzmaymiz endi. Sprost berilgan detektorga shuttirish boramiz. Sprost berilgan, shuttirish boramiz. Kuzatamiz. Kardon M ga lobga. Kardon 60. Ba'zi orqali ogohlantirdi. Kardon Ko'rdilaringmi? 300 metr. 300 metrdan deteksiya bo'lyapti. Mana bu natija. Bu natija. Kuchlari teng Sochi Pro bilan buni. Lekin Sochi Pro olmayapti buni. Lekin Neonlar ham olyapti. Bu fakt-da, mana fakt. Mana. Qanaqa gaplaring bo'lsa, uzib tashlang. Qanaqa gaplaring bo'lsa, mana shu joyga kelinglar-da, atvet qilinglar-da, undan keyin gapiringlar, eshitaman. Bo'lmasa eshitmayman. Salomat bo'lasizlar.